Assalomu alaykum o'quvchilar. Navbatdagi video darsni boshlashdan oldin bitta kichkina narsani aytib ketmoqchiman. Kecha sizlar bilan mana server JS ni ko'chirib olishni aytuvdim. O'shani bitta xato kamchilik joyi ketgan ekan. Shu sababli muammo bo'layotdi. Hozir sizlardan so'raydigan narsam qaytadan to'g'rilab ko'chirib olinglar. Mana shu versiya to'g'ri versiya. Pastgacha tushiraman. Videoni to'xtatib, to'liq ko'chirib olinglar. Xo'p, ko'chirib oldilaring degan umiddaman. Endi nima muammo bo'layotganini tushuntirib ketay. Xo'p, bizda nima muammo bo'layotdi? O'tgan darsda eslasalaring, registratsiyadan o'tganimizdan keyin user haqida bizga o'sha yangi registratsiya yaratilgan user haqida bitta obyekt bo'lib ma'lumot kelyotdi. U salgina xatoroq format. Aslida unday bo'lmasligi kerak. Xo'p, sizlar hozir bu server JS ni qaytadan ko'chirib olgan bo'lsalaring, mana bu ishlayotgan serverlaringni Ctrl S qilib to'xtatib, qaytadan yana ishga tushiringlarda. Endi tekshirib ko'rsalaring bo'ladi. Mana registratsiya sahifasiga o'tib, yangi bir qandaydir ism bilan adim deb turib, mana bu emaillarni ham boshqa qilib takrorlamaslik kerakda, chunki har bir yangi o'zgaruvchini emaili boshqa bo'lishi kerak. Kirgizib, endi mana registerni bossak, mana ro'yxatdan o'tdi. Yangi foydalanuvchi hosil bo'ldi. Eslasalaring, biz konsolga chiqaruvdik. Qaytgan javob obyektini konsolga chiqaruvdik. Endi mana qarasalaring, bu boshqacharoq obyekt bo'lib qaytyapti. Mana shu to'g'ri, o'zi mana shunday qaytish kerak. Mana ko'ryapsizlar, access token degan narsasi ham bo'lyapti. Mana shunaqa access token degan narsa ham muhim narsa. Bu kelajakda bizga ko'p kerak bo'ladi. Mana shunaqa access token deb, keyin user deb yangi yaratilgan foydalanuvchini haqidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Shunday bo'lib qaytish kerak. Kechagi video darsimizda unday bo'lib qaytmayotgan edi. Mana shu joyini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Demak, sizlarda ham xuddi shunday chiqayotgan bo'lsa, hammasi joyida.